Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huzur TV telekanalında Uraza turunda söyləşəmiz. Həm Urazağa qağılışlı ən şətirikli məsələlərə Tatarstanımızın ən ilimli həzrətləri cavab verir. Mında menimcha munosabatimiz sistematik ravishda bo'larga tegish bu masalaga qarata. Ya'ni biz butun yoqdan da kishilarga Urazaning o'ng'ayli ne kadar o'ng'ayli amal ekanligini anglatırga tiyishmiz. Agarda biz uni yetkara olamiz ekan, ul vaqtda menimcha kishiga ul shulay uq ta'sir etacak ham Uraza tutacak. Hamda bu birinchi masala. Ikkinchi masala, biz qo'y bir vaqtda kishiga biror narsa aytamiz, biror narsaning foydasini aytamiz, yetkiramiz, lekin ul uni qabul etmay. Onun qabul etüvi şart tugul. Chunki biz urliqni shashamiz. Eng birinchi sharoatda biz urliqni shashamiz. Urliqni shashganga ko'ra da mana bu urliqni shashdik ekan, o'z-o'zimizdan so'zni buldirdik ekan, yetkirdik ekan, motor ravishda, degan Alloh taolo nechik ettirib bizga amr eta, biz motor ravishda va'zlarga tegishmiz, hamda motor ravishda biz va'zladik ekan, biz u urliqni shashdik. Mana u menimcha yetarli. Onlari endi kishi o'zi qaror qilashaq. Baribir degan har bir kishi so'zni eshitgach o'q, haqni eshitgach o'q, ali azir tugul uni qabul etarga. Lekin biz ana shunday qilib turamiz. Sizning uchun әлеге topshiriqlar foydali bo'lgan deb umidlanib qolamiz. Ham kelasi uchrashuvlarga qadar deb inshaalloh sog'lashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sog' bo'linglar.